Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Avtomatika darvozalarimiz kimga kerak bo'lsa mana aloqadamiz. Tanlab bo'ling, 5 komplekt. Samarqandga 2 ta, Qashqadaryo, Qirg'iziston, o'zimiz Namanganga bor. Ishlar avjida mana. Xudo xolasa, qish bo'lishiga qaramasdan gazini berish ditdimiz. Temir darvoza, avtomatika darvozalar kerak bo'lsa aloqadamiz. Gibrid fasonlarimizni mana klassiya qilish jarayoni. Bu yoqda mana Buxoroning shtampovka darvozasi. Surxondaryoga bor mana. Uchta tombali mana yoniga 6 metr, balandligi 420 darvozamiz. Mana yana bitta 5,5 metr yoniga boshlangan Navoiyga. Bu yoqda gibrid darvozamiz tayyorlash jarayoni. Noxolasa. Navbatda kraska xonamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Orma ochilib. Samarqandniki mana. Bu ham Buxoroniki. Alohida bu. Samarqand poson, bu ham Samarqand poson. Kraska bo'lgan ishlarimiz. Bu yoqda mana gibrid Surxondaryo'niki.